Zakovat bu intellektual tanlov bo'lib, u nafaqat ma'lumotlar bo'yicha bellashuv, balki ishtirokchilarning fikrlash qobiliyati, tezkor aqli va guruhda ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi muhim o'yin maydonidir. Ushbu o'yin yoshlarda izlanish ruhini uyg'otadi, ma'lumotga qiziqishni oshiradi va ularning salohiyatini namoyon etishga xizmat qiladi. Ana shu maqsadda Chortoq tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 1-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida sinflar o'rtasida tarix fani bo'yicha zakovat tanlovi bo'lib o'tdi. Unda 8 ta guruh savollarga tezkor va aniq javob berish orqali o'zaro ma'lumot almashishdi. Jarayon qizg'in va murosasiz ruhda kechdi. Har bir savol ishtirokchilar yangi tushunchalarni o'zlashtirishga undadi. Tanlov yakunida Evrika guruhi eng yuqori muvaffaqiyatni qayd etdi. U tanlov g'olibi deb e'tirof etildi va maktab ma'muriyati tomonidan diplom hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Ta'kidlash joizki, mazkur maktab ishtirokchilari zakovat intellektual o'yinlarda muntazam qatnashib, respublika bosqichlarida ham munosib natijalarni qo'lga kiritib kelmoqda. Mutaxassislar qayd etishicha, bunday tanlovlar o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, dunyoqarashini kengaytirish va ta'lim sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.